4-chi kun. Qadamingiz chirishib katta. Qadamlaringiz katta. Qadam katta. Haddan tashqari eng muhimi nimaga yaxshi chiqmayapti sizniki? Siz ko'chib yuribsiz-da, mana bu yerda ozgina qilasiz, mana bu yerda ozgina qilasiz, mana bu yerda ozgina qilasiz, mana bu yerda unaqa bo'lmaydi. Bitta boshladingizmi oxirigacha yetkazing. Bitta boshladingizmi oxirigacha yetkazing. Xunuk chiqadimi farqi yo'q. Bitta boshladingizmi oxirigacha yetkazing. To'xtatdingizmi 1 santimetr ustiga chiqib turib, o'shandan davom ettiring. Yonidan davom ettirib ketgansiz. Ko'rdingizmi? Unaqada bo'lmaydi. Mana bu yerda ozgina qilib ko'rgansiz. O'xshamayapti, mana bu yerda qilib ko'rgan. Bittada o'xshamaydi. O'shaning uchun bitta boshladingizmi oxirigacha, bitta ko'p siz chiqing, mana bu akaga o'xshab ko'p chiz chiqingda, bitta boshladingizmi? Tekislab yana chizib chiqaymi? Yo, tekislash shart emas aka. Shundoq bolgarkada chizib chiqingda, to'g'ri chizib chiqingda, asosida shu. Chuqur chizish shart emas. Ko'zingizga ko'rinadigan chiziq bo'lsa bo'ldi. Ko'rdingizmi? Bitta boshlagan oxirigacha tugatgan. Qachon qo'lingiz kelishadi? O'sha narsani, men aytgan narsani qilib ko'ring. Oralarini hozir bu yerda 2 santimetrdan qilgansiz. 1,5 santimetrdan qilingda, ko'p bo'lsin. To'xtamasdan oxirigacha bitta boshladingizmi? 10 santimetrdan keyin to'xtadingiz, ustiga chiqib yana davom ettiring. Mana bunaqa oxirigacha bo'lishi kerak-da. Bitta boshladingizmi oxirigacha bo'lishi kerak. Ozgina bo'lsa o'rgana olmaysiz. Tushundingizmi? Hozir bitta list oling, chizib olingda oxirigacha qilavering. Bitta boshladingizmi oxirigacha tugay. Ozgina qilib tashlasangiz bo'lmaydi. O'rgana olmaysiz bunaqada. Bitta boshladingizmi oxirigacha, bitta boshladingizmi oxirigacha. So'ngqil mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahmet Paşa qolib ketgan, ko'rdingizmi? 7. Mana bu yerda qolib ketgan. Ozgina bu yerda qilgansizda nimaga o'xshamayapti? Savol beravergansiz o'zi. Unaqa qilmang. Savol bermang o'ziga. Prosta bu yerda praktika, bu yerda faqat miya bilan hal qilinadigan narsa emas. Bitta boshladingizmi oxirigacha tugating. Mana shunaqa qilib oxiriga yetganda o'zi his qilishni boshlaysiz metallar. Bitta shunaqa qilib ko'ring. Ko'p chiziq qilib tashlaydi yonma-yon. 1 santimetr, 1,5 santimetr masofa qilib ko'p qilib tashlang, o'shanda o'xshaydi. Bunaqa qilib mana bu yerda tashlab ketgan, bu yoqda tashlab ketgan, qiyin bo'ladi o'rganish. Agar siz svarshik bo'lsangiz va sizga guvohnoma kerak bo'lsa, bunda biz sizga yordam beramiz.